ichalaringizda zastoy qiladi. Non yeysiz, hazmi qiyin narsa yeydigan bo'lsangiz, tushundingizmi? U keyin organizm butun fokusni hazmga qaratishni boshlaydi. Limfa tugunlari bo'ladi. O'shalardan o'tayotgan nervlar boshqalar ta'sir qiladi sizga. Bir tishlamam, xolos. Tushunyapsizmi? O'zi jijja hamma bir to'g'ri yeydi xolos o'zi. Oq unda bo'lganligi uchun itaring tepaga. Oq unda bo'lganligi uchun u sizda insulinni ko'taradi. Non yeganingizda. Shuning uchun saharlarga non mumkin emas ba'zilarga. Itaring tepaga. Sahar emasmi? Tushunmayapsiz. Itaring. Siz saharsiz demoqchi emasman. Shuning uchun mumkin emas. Sizda ham shunaqa ta'sir bo'ladi demoqchiman. Tushunyapsizmi? Insulin ko'tarilgandan keyin endi uyg'onishni boshlagan mushaklar vastarlamina bo'lib ulgurmasdan yana orqaga qaytib ketib qoladi. Tushundingizmi? Ichki organlaringiz bilan parallelni ishlaydigan missalar bor. Tol mushaklari bor. O'zim yeyishim kerak. Ha, shunaqa qilganingiz yaxshiroq. Itaring tepaga. Endi nonsiz hayot yo'q degani emas, itaring. To'g'rimi? Yo bo'lmasa arpa non yeysiz bo'ladi. U unaqa holat qilmaydi. Sal yengilroq anaqasi. Arpa unda bo'lgan. Tushundingizmi? Qani turib yurib ko'ring-chi endi. Og'rig'ingizni kuzating, yana tekshiramiz. Sal yengilladimi? Yutish qilamiz, yuguring. Qanaqasiz hoji? Yaxshi. Kamaydimi sal? Ko'ryapsizmi? Men hali belingiz bilan ishlamadim, bo'yningiz bilan ishlamadim. Prosta o'sha ichki organlaringizni, ichaklardagi o'zgarishlarni joyiga keltirganimizda sizdagi og'riq pasayishni boshladi o'zi. Tushundingizmi? Xuddi shunaqa yana ta'sir qilishni boshlaydi. Agar asabiylashsangiz, tana spazmga kiradigan bo'lsa, undan tashqari yana misol uchun noto'g'ri ovqatlanib turib, yana yuraveradigan bo'lsangiz, keyin og'riq kuchayib ketadi sizda. Shuning uchun biz aytgan narsalarga konkretni amal qilishni boshlang. Xo'p? E'tibor qildingizmi? Men hali siz bo'yningiz bilan ham ishlamadim, belingiz bilan ham ishlaganim yo'q hali. Prosta o'sha sizdagi og'riqni kelib chiqayotgan simptomni asosiy alinaqasini nima deydi? Keltirib chiqarayotgan narsani yechina qilganimizda og'riq kamayishni boshlayapti sizda.